Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslaridan birodarlar, bugun yangi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzu muroqaba manzilati. Iymon yo'lidagi manzilatlarning eng muhimlaridan muroqaba manzilati. Agar inson Alloh uni kuzatib turganiga ishonchi komil bo'lsagina to'g'ri yo'lda davomiy turadi va mana shu bilan ikki dunyoda saodatli bo'ladi. O'zi bu darslarimizni avvalida aytganmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Jabroil alayhissalom notanish odam suratida kelib, islom haqida, iymon haqida, ihson haqida so'radi. Ihson nima deb so'raganida Rasululloh aytdilar: "Anta'budalloha ka'annaka tarahu." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Ihson shu. Ihson martabasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Garchi sen Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Mana shu muroqaba manzilati. Alloh meni doim kuzatib turadi. Har qanday holatda, har qanday sharoitda, qanday qadam bossam, qanday so'z aytsam, Alloh meni kuzatib turadi degan e'tiqod bo'lsa insonda va bu doimiy suratda qalbida, aqlida turadigan bo'lsa, inson saodat topmay iloji yo'q. Bugungi mavzuyimiz muroqaba manzilati. Muroqaba Alloh seni doim kuzatib turishini his qilishing. Birinchi oyat. Astagfirullah. Wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Alloha g'afurun halim. Bilingizki, albatta Alloh ichingizdagi narsani biladi. Alloh ichingizdagi narsalarni biladi. Bas uning azobidan ehtiyot bo'ling. Ichingizda nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi. Va bu faqat Alloh taoloning qudratidagi narsa. Lekin ichingizdagi o'tayotgan narsani odam bolasi bilishi mumkin emas. Hatto kamera ham bilishi mumkin emas. Hatto diktafon bo'lsa gapirayotgan, gapingizni yozayotgan, u ham bilishi mumkin emas. Ichingizdan nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi deydi. Mana shu ichingizdan o'tayotgan narsani ham Alloh bilib turadi degan shuur tursa, sizda muroqaba hissi bo'lsa, siz saodat topmay ilojingiz yo'q. Allohni har bitta narsani bilib turishini bilishing lozim bo'ladi, vojib bo'ladi. Agar shuni bilsang, Allohga osiy bo'lishdan ehtiyot bo'lasan. Alloh bilan bo'ladigan muomalamizdagi muvaffaqiyatni, yutuqni siri ayni mana shunda. Qaytaraman, Alloh bilan qilayotgan muomalamizda yutuqqa, muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan bo'lsak, uni siri shunda. Alloh meni doim ko'rib turadi, doim bilib turadi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsa ustida kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Hamma narsani Alloh taolo kuzatib turadi. Milliard daraxt bor yer yuzida. Va undan ham ko'proq barglari bor. Ana shu barglarni har bittasini tevaga ko'tarilib shabadada pastga tushishini, qaysi tomonga egilishini, qaysi tomonga qimillashini Alloh kuzatib turadi. Dengizning son sanoqsiz to'lqinlari qayoqqa ko'tarilib, qayerga urildi, nechta ko'pik chiqdi, toshga borgani qancha, yetmasdan uchib qolgani qancha, buni ham kuzatib turadi. Sahroda siz bilan bizni kalkulyatorlarimizga sig'maydigan darajada katta miqdorda qum donalari bor. Bir qoshiq devzira guruchda 1200 dona bo'ladi. Xomi. Yo'q, guruch ko'zingizga ko'rinadi, qo'lingizga ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Shu guruchdan 1200 ta yoki 1,5 ta siqsa bir qoshiqqa. Endi bir qoshiq qum qancha bo'ladi sanog'i? 1 yil sanasangiz kerak pensiyatda olib. Lupani taqib olgansiz bitta, ikkita, shu domla aytib qo'ymagan ekan, shu bir qoshiq qumda ham qancha bo'lishini. Bir hovuch qumda qancha dona bor? Bir paqir qumda qancha dona bor? Zarra. Bir arava qumda qancha bor?
Umringizni oxirigacha sanaysiz agar bir arava qum to'kib qo'ysa. Endi Sahroy kabirni ko'ryapsizmi? Sahara deydi. Ana shu qum donalarini har bittasi qayoqqa og'di, shabadada qayoqqa qimilladi, qumni yuzasi qanaqa formaga keldi? Har bittasini Alloh kuzatib turadigan qudrati bor. Endi sizni qilayotgan ishingiz, aytayotgan gapingiz, o'ylayotgan fikringizni kuzata olmaydimi, bilmaydimi Alloh? Ana birodarlar, ihson martabasi nima edi? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Endi biz ko'ra olmaymiz Allohni bu dunyoda. Inshaalloh jannatda ko'ramiz. Ammo Alloh seni doim ko'rib turadi. Shuni esdan chiqarmasang, senga kamera naблюдениyaning ham keragi yo'q. Revizorni ham keragi yo'q. Hech kimga keragi yo'q. Chunki qorovulning ichingda. Ma'qulmi? Agar kimdir kuzatuv ostida ekanligini bilib qoladigan bo'lsa, juda ham to'g'ri odam bo'lib qoladi. Aytadi-da, sen deydi, sen nazoratda ekansan, seni kuzatyapti ekan deydi. Bo'ldi, telefondagi gaplarini terib gapiradi. Ijtimoiy tarmoqqa yozayotgan narsalarni o'ylab qo'yib, o'ylab yozadi, o'ylab qadamini bosadi, qo'yinki juda ehtiyotkor bo'lib qoladi. Bu o'zingga o'xshagan odam seni kuzatayotganligini bilsang, kuzatuvda ekanman degan shuur bo'lsa, shuni ehtiyotkor bo'lib qolasan. Ha, u diktofon ishlamay qolishi mumkin, yozayotgan bo'lsa. Kamerasi o'chib qolgan bo'lishi mumkin, batareykasi o'chib. Qarang, ana shu kuzatuv qilayotgan taraf seni so'zingni yozib olishi mumkin. Kamera bo'lsa, harakatlaringni tasvirga olib qo'yishi mumkin, lekin u hech qachon qalbingdan nima o'tayotganligini bilmaydi. To'g'rimi? Ammo Alloh azza va jalla albatta biladi. Birodar, Alloh meni doim kuzatib turadi degan shuurni qalbingda doimiy turishi seni saodatli qiladi. Senga qarab turibdi, kuzatib turibdi, eshitib turibdi, qalbingga kelgan, hayolingdan har bitta o'tgan narsadan xabardor. Bu faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsani ustida kuzatib turguchi bo'lgan zotdir. Faqat seni emas. Alloh taoloni kuzatishi faqat seni ustingda emas, butun mahluqotlarning ustida. Seni do'stingni ham kuzatayotgan Alloh, dushmaningni ham. Qushlarni ham, baliqlarni ham, parandalarni ham, darandalarni ham Alloh taolo kuzatib turadi. 3-oyat. Astagfirullah. Va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir. U Alloh sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguchidir. Allohning biz bilan birgaligi qanaqa? Qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga deganda bu umumiy birgalik. Mo'min bilan ham, kofir bilan ham Alloh birga. Uni kuzatib turishi bilan, o'zini ilmi bilan. 4-oyat. Astagfirullah. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh ko'rib turishini bilmaydimi? Alloh seni ko'rib turadi, kuzatib turadi. 5-oyat. Astagfirullah. Fa innaka bi ayunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni bizni hifzi himoyamizda, bizning kuzatuvimizda. Ya'ni men o'zim qarab turibman sizga degani. Men o'zim kuzatib turibman degani. Demak, inson Allohning nazarida uni ko'rib turadi. Yana bir ma'nosi uni kuzatib turadi, saqlab turadi. Masalan, bu bola otasini ko'zida deb qo'yadi. Bu talaba meni ko'zimda deb qo'yadi. Nima degani? Men o'zim qarab turibman. Men diqqat qilib turibman, nazorat qilib turibman. Bee'tibor qolgani yo'q. Qayerdaligini bilib turibman. 6-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfi as-sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilur. Vey, mana shu muroqaba degan hisni o'zimizda paydo qilib olsak va bu doim tursa, bizdan yaxshi odam qolmaydi yer yuzida. Biz qachon gunohga qo'l qo'yib uramiz? Qachon yolg'on gapiramiz? Qachon birovning haqqini yeymiz? Qachon namozga beparvo bo'lamiz? Qachon telefondan ko'zimizni uza olmaymiz fahsh chiqqanda? Alloh bizni kuzatib turganligini esdan chiqarib qo'yganimizda
Agar doim Alloh meni kuzatib turibdi degan his qalbimizda, aqlimizda, ongimizda tursa, undan tiyilishlik oddiy narsa. Demak, Alloh ko'zlarning xiyonatini ham biladi. Bironta maxluq ko'zingizni xiyonatini aniqlay olmaydi. Bu faqat Allohning qudratida. Shuning uchun doim aytamiz, agar bir erkak tabib ayol bemorni ko'rishga to'g'ri kelib qolsa, shariat unga ruxsat beradi, faqatgina ana shu ayolning og'riyotgan a'zosiga qarashlikka. Tamom. Agar ko'zini qarashi mumkin bo'lmagan joyga qaratadigan bo'lsa, buni hech kim bilmaydi. O'shani aytayapti Alloh, ya'lamu xoinatal ayun. Ko'zlarning xiyonatini biladi va qalblar yashirgan narsani ham bilib turadi. 10-qavat. Katta shaharlarda bilasizlar, imoratlar 20 etaj, 30 etaj yonma-yon quriladi. 10-qavatda joylashgan xonangizda yolg'iz o'zi turibsiz. 10-qavatda. Derazani oldiga kelib qarasangiz, ro'paradagi uyini ichida 10-qavatda bir begona ayol kiyimini almashtiryapti. Sizni uni ko'rayotganligingizni hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Shu yerda Alloh meni ko'rib turibdi degan, muroqaba degan hissiz bo'lsa, darrov pardani yopasiz yoki orqangizga qilasiz. Agar shu his bo'lmasa nima qilasiz? Lekin aniq bilasiz. Alloh sizni aniq ko'rib kuzatib turibdi. Nima qilasiz? Ko'zingizni tiyasizmi yo tikilib qarab turaverasizmi? Kameralar qo'yilgan, trenoshkalar qo'yilgan joyga borganda hamma 60 ga tushib oladi. Nimaga? Kuzatuv borda. Kamera yo'q bo'lsa, streshniga chiqib haydaydi. Nimaga? Muroqaba hissi yo'q. Oyatlar. Astagfirullah. Va alamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum faxtaru. Va bilinglarki, Alloh taolo nafslaringizdagi narsani bilib turadi, ehtiyot bo'linglar. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Va Alloh taolo har bitta narsani kuzatib turuvchi bo'lgan zot. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, Alloh sizlar bilan birga. Alam ya'lam bi anna Alloha yara. Axir Alloh uni ko'rib turganligini bilmaydimi? Fa innaka bi ayunina. Albatta siz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'lamu xoinatal ayuni va ma tukhfis sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, qalblar yashirgan narsani ham biladi. Demak, bu oyatlar muroqaba mavzusini siz bilan bizga bayon qiladi. Bu oyatlarning ma'nolari siz bilan bizga muroqabada doim turishimizni da'vat qiladi. Muroqaba kuzatuv martabasi. Ya'ni Alloh taolo sizni kuzatib turganiga bo'lgan aniq ishonch. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nafs tarbiyasi silsila darslaridan birodarlar muroqaba manzilatini o'qiyotgan edik, davom etkazamiz. Muroqaba manzilatiga aloqador hadislar. Jabroil alayhissalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga notanish kishi suratida kelib, islom, iymon, ihson haqida so'radi. Ana shu so'ragan savollarning bittasi islom nima? Islom mana bu 5 ta narsa. Iymon nima? Mana 7 ta narsa. Ihson nima? An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Ya'ni Alloh meni doim ko'rib turadi degan e'tiqodda turish va mana shu hisni doimiy suratda qalbingizda bor bo'lishligi sizni muroqaba holiga olib keladi. Muroqaba manzilati nima? Haq subhanahu va taolo
bandaning zohiri va botinidagi narsalarini doim bilib turishiga bo'lgan aniq ishonch va mana shu ishonchda bandaning mustahkam va doimiy bo'lishi muroqaba manzilati deyiladi. Aniq ishonasiz, Alloh sizni ko'rib turibdi. Mana shu narsani qalbingizda aniq ishonchi bor va mana shu ishonchda mustahkamsiz va doimiysiz. Savol: ora-chorada, goh-gohida Alloh sizni kuzatayotganligini his qilib qolasiz. Shu narsa ham muroqaba deyilar ekanmi? Yo'q. Hozirgi ta'rifda mustahkam bo'lasiz va doimiy bo'lsangiz, keyin muroqaba manzilatiga ko'tarilasiz. Agar mana shu shuur, his davomiy bo'lsa, har qanday holatingizda Alloh sizni kuzatib turganini his qilayotgan bo'lsangiz, uyingizda, ko'chada, yolg'iz qolganingizda, odamlar orasida, hazili jiddingizda, safaru hazaringizda, agar har bitta holatingizda Alloh sizni kuzatib turganligini his qilib turgan bo'lsangiz, demak siz eng oliy martabaga erishibsiz. Muroqaba martabasiga. Eng muhim martaba, eng foydali martaba Alloh seni kuzatib turganligini his qilishing. Ve qarangda, haqiqatan shu savolni bersangiz, ha, men doim shunaqaman deya olmaysizda. Gohida taqvoyimiz tutib qoladi. Qiyin bo'lgan ishni ham shart osonlik bilan qilib qo'yamiz. Gohida o'sha qarash harom bo'lgan narsani ko'rganda shart ko'zimizni olib qochamiz. Oson bo'ladi. Gohida o'sha shuur yo'q bo'lib qoladi, tikilib turaverasan. O'nni kelganda o'sha bir 10 ming so'mni shart berib yuborasan, endi o'nni kelganda o'sha 50 so'mni ham bera olmaysan. Demak, ana shu his doim tursa, siz uchun ana shu katta gunohlardan tiyilishlik hech narsa bo'lmas ekan. Muroqaba manzilati. Muroqaba, birodarlar, bu ilmning samarasi. Sizni ilmingiz yetarli bo'lsa, keyin muroqabaga yetib borasiz. Masalan, katta bir savdo markaziga kirdingiz, biznes centerga. Kirishga yozib qo'yibdi. Markaz video kuzatuvda. Har tomonga qarasangiz, haqiqatan kameralarni o'rnatib qo'yibdi. Har tomonda kameralar turibdi, ko'ryapsiz. Kamerani ko'ziga tushmaydigan bironta joy yo'q. Mana shu savdo markazini har bitta burchagini kameralar suratga, tasvirga olib turibdi. Endi shuni ko'rib, bilib, boyaga e'lonni o'qib turib ham biror narsani cho'ntagingizga o'g'limcha savolishligingiz aqldan bo'ladimi? Yo'q. Nimaga siz o'g'illik qilmaysiz? Chunki sizda bilim bor. Kamera nimaligini bilasiz va uni yozayotganligini bilasiz, kuzatuvdaligini bilasiz. Bilishingiz sizni to'g'ri bo'lishga majbur qilyapti. Endi shu savdo markaziga ikkinchi odam keldi. Sahroyi. O'qishni ham bilmaydi, yozishni ham bilmaydi, video kamerani ko'rmagan, uni nima ish qilishini tasavvur ham qilmaydi. Bu xat harakatlari yozilib turishini bilmaydi. Bu odam nima qilishi mumkin endi? Bir burchak o'rtada hech kim yo'q joyda ko'rib turib, hech kim ko'rmayapti deb cho'ntagiga sovoladi bir narsani. Nima uchun o'g'irlik qildi u? Ilmsizligi uchun, bilimsizligi uchun. Oldi, markazdan chiqib ketayotganda ushlanadi, sharmandalik. Demak, muroqaba bu ilmning samarasi. Innama yaxshalloha min ibadihil ulama deydi Alloh taolo. Albatta bandalar orasida Allohdan ko'proq qo'rqadiganlar olimlar. Nima uchun? Ular Allohni boshqalardan yaxshiroq taniydi-da. Ular Allohni boshqalardan yaxshi tanigani uchun, rizq nima ekanligini boshqalardan yaxshiroq tushungani uchun yolg'on ham gapirmaydi savdosida. Harom harishga ham qo'lini urmaydi, xotirjam bo'ladi. Uyingdasan, seni hech kim ko'rmayapti, xohlagan ishingni qilishing mumkin. Mana shu joyda o'zingizni kimligingizni sinang. Televizorni qo'yib o'tiribsiz, o'zingizga shu bir faxsh narsa chiqib qoldi. Shu yerda o'zingizni kimligingizni sinang. Qoida. Yolg'iz qolganida ham bandani ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning biron amaliga parvo qilmaydi. Qaytaramiz. Bir banda yolg'iz qolganda ham
uni shu yolg'iz qolgan holatda gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani bironta amaliga parvo qilmaydi. Chunki uni amallari riyo, xo'ja ko'rsin, suma. Buni o'rniga ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil bo'lsa-chi? Siri oshkorasi bir xil bo'lsa-chi? Mana shu odam haqiqiy najotga erishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atani min wara'in xoyrun min alfi rakatin min muxallatin." Taqvo bilan, vara bilan o'qilgan 2 rakat namoz gunoh savob aralashib o'qilgan 1000 rakat namozdan afzal. Demak, muroqaba ilmni samarasi ekan. Allohni qancha yaxshi tanisangiz, dinni qancha yaxshi tushunsangiz, demak muroqabangiz martabasi, darajasi shunga yarasha bo'ladi. Muroqaba martabasi haqida aytilgan so'zlar. Kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas Alloh bu bandani adashib ketishdan saqlaydi. Bu doim hayolingizda, o'yingizda turishni misoliga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan ana shu sahrodagi bir cho'ponni hodisasi bizga misol bo'ladi. Umar ibn Xattob xalifa safarda ketayotdi hamrohlari bilan, sahroda bir qulni qo'y haydab yurganini ko'rdi. Haligini sinamoqchi, imtihon qilmoqchi bo'ldi-da, chaqirib turib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Haligi aytdi: "Men qulman. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki" dedi. "Menga pul kerak" dedi. "Ha, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini sotaver, pulni beraman senga" dedi. Deganda cho'pon aytdiki: "Xo'jayinim oldida men ishonchli odamman. Agar bo'ri yeb ketdi desam ishonadi, ammo Allohchi" dedi. Ana, doimiy suratda Allohni yodida tutib turishligi, Alloh uni kuzatib turganligini his qilganligi shu gapni aytishiga sabab bo'ldi. O'sha boya gapda, o'sha yolg'iz qolganingizda gunoh ro'paringizga kelganda shart yuzi o'gira oldingizmi? Demak, Alloh yodingizda turuvdi. Gohida inson o'zini o'y hayoliga erkinlik beradi. Shunda uni ko'nglidan Alloh norozi bo'ladigan ishlar o'tadi. Ma'siyatni tasavvur qiladi va o'sha ma'siyatni qilayotganligini ko'z oldiga keltiradi. Allohdan uni uzoqlashtirib qo'yadigan amallarni o'ylay boshlaydi. Agar mana shunday holat o'zini oqimiga tashlab qo'yilsa, katta gumon bilan ana shu o'y hayollar amalga aylanib ketadi. Alloh azza va jalla bandaning hayoliga kelgan narsa uchun hisob-kitob qilmaydi, jazolamaydi. Bu aniq. Ko'nglimizdan, hayolimizdan o'tgan narsaga bizni Alloh taolo hisob-kitob qilmaydi. Ammo hozir aytyapmiz, agar banda o'yiga, hayoliga kelgan narsani o'z holiga tashab qo'ysa, gunoh, ma'siyat bo'lgan fikrlarni to'xtatmasa, jilovlamasa, bir kun kelib oyog'ini toyilib ketishi bor. Ana shu o'y fikrlar amalga aylanib ketishining xavfi bor. Ana shu katta gunohlarni qilib qo'ygan odamlar bor. Ular ham o'zi aslida mana shu gunohni qilishni xohlashmagan. Shunga kirib qolishdi, oyog'i toyilib ketdi. Nimaga? Hozir biz aytayotgandaqa o'y fikriga erkinlik bergan, o'sha qarash kerak bo'lmagan tomonga bir qarab qo'ygan, ikki og'iz hazillashib bir so'z otgan, tabassum qilgan, gaplashgan, va'dalashgan, uchrashgan, keyin faxsh bo'lgan. Demak, ana shu katta gunohlarga kirib qolganlarni shu gunohga tushib qolishligining asosiy sababi o'y hayoliga erk berishlik. Shuning uchun ehtiyot yuzasidan, taqvo yuzasidan o'y hayolingga erkinlik berma, birodar. Gunoh, ma'siyat haqida fikr qilma. Ha, bu o'y fikring uchun hisob-kitob qilinmaysan, ammo buni orqasida katta xatar bor. Vaqt o'tishi bilan ana shu o'ylaring sekin-astalik bilan amalga aylanib qolishi mumkin. Voqelikda ana shu ma'siyatga duch kelgan paytingda unga qarshi turgani zaiflashib qolasan. Insonni o'yidan, insonni qalbidan o'tadigan narsa 6 xil bo'ladi. Shundan 3 tasiga gunohkor bo'lmaydi, qolgan 3 tasiga gunohkor bo'ladi. Agar bir odam hayolida dindan chiqsammi deb o'yga borsa, dindan chiqib ketadimi, yo'qmi?
Niyat qalbning ishi bo'lganligi uchun avvalo qalbda niyatgacha bo'lgan bosqichlar borligini bilib qo'yishimiz kerak. Qalbni biror narsaga qanday bog'lanish haqida Ibn Hajar rahimahulloh alayh Ibn Abi Jamradan quyidagi rivoyatni keltirgan. Qalbga keladigan narsalar quyidagi tartibda bo'ladi. 6 ta. Al-hammatu birinchisi ko'ngilga kelish. Al-lammatu ikkinchisi istek paydo bo'lish. Al-xotaratu uchinchisi o'y fikr kelishi. Ko'ngilga kelish, istek paydo bo'lish, o'y fikr kelish. Bu 3taga gunohkor bo'lmaysiz. Chunki buni siz nazorat qila olmaysiz. 4-tinchisi an-niyatu, niyat qilish. 5-tinchisi al-irodatu, qasd qilish. 6-tinchisi al-azimatu, azmi qaror qilish. Mana bu 3tasiga gunohkor bo'lasiz endi. Ma'qulmi? Birinchi 3tasi ko'ngilga kelishi, istek paydo bo'lishi, o'y fikr kelishi, bu siz kontrol qila olmaysiz, nazorat qila olmaysiz buni. Unga gunohkor bo'lmaysiz. Ammo undan keyingi 3tasi niyat, qasd, azmi qarorga gunohkor bo'lasiz. O'shuning uchun boshidagi 3tani yo'q qilib qo'ying-da. Keyingi 3talikka yetmay qo'yarasiz. A'udhu billahi minash shayton. Shayton nimalarni olib kelmaydi hayolingizga? Shunaqa bir noma'qul, umuman insonning tabiatiga to'g'ri kelmaydigan fikrlarni, o'ylarni olib kelgan paytda inson boshida bo'g'ib qo'ysa bu fikrlarni, keyin niyat qilmaydi, qasd qilmaydi, azmi qaror bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bundan oxirgi 3tasida gunohkor bo'ladi. Yana bir karra takrorlaymiz. Kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas Alloh unday bandani adashib ketishlikdan saqlaydi. Endi siz gunohni hayolingizga kelganda qaytarib tursangiz, oyoq qo'lingiz bilan gunoh qilmaysiz-da. Alloh azza va jalla ana shu gunoh ma'siyatni boshida hayolida yo'q qiladigan, Alloh taoloni doimiy suratda kuzatib turganligini his qilib turadigan bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklashlik silsila darslaridan muroqaba manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Nozik ma'no. Kim shubhali ishlardan o'zini tiysa, ochiq oydin bo'lgan gunohlardan tiyilishda yana ham qattiqroq bo'ladi. Shubhali ishdan o'zini tiya oldimi? Gunoh emasligi shubhali bo'lib turgan narsadanki o'zini tiya oldimi inson? Endi haromligi ochiq oydin bo'lgan ishlarda yanada qat'iyroq bo'ladi. Shubhalikni tark qilishlik insonni taqvosiga dalolat qiladi. Endi shubhali narsalarga tushib qolgan odam ochiq oydin bo'lgan gunohga ham kirib qolishiga oson bo'ladi. Qasddan, jur'at bilan odamlarning nazdida shubhali bo'lgan gunohni sodir qilsa birov, keyinchalik ochiq oydin gunohni ham sodir etishlikka unda jur'at paydo bo'ladi. Junayd rahimahulloh aytadi, kim muroqaba manzilasiga, martabasiga yetgan bo'lsa, u banda Allohga ibodat qilinmasdan biron lahza o'tib ketishidan qo'rqadi. Ya'ni bugungi kuni bekor o'tdi deydi. Dehqon odam ekadigan sezoni bor. Ya bir ustalarda bir mavsumi borki, ana shu mavsumini bir kundan o'tib ketishini xohlamaydi. Chunki sezon tugasa yana bir yil o'tirish kerak bo'ladi. Endi muroqaba manzilatiga yetgan odam Allohga ibodat qilinmasdan biror kuni o'tib ketishini, biror lahzasi o'tib ketishini xohlamaydi. Ya'ni bugun bir pora Qur'on o'qish kerak edi, o'qimadi. Alamda qoladi. Ertalabda aytadigan zikrlari bor edi, qolib qoldi, alam qiladi, o'tib ketdi. Ya'ni agar banda muroqaba manzilatida bo'ladigan bo'lsa,
Agar banda doim Alloh u bilan birga ekanini, doim uni kuzatib turganini, sirri oshkorasini bilishini his qilsa, shunda hayotini har bir lahzasi ibodatsiz o'tib ketishligidan, vaqtini zoyi bo'lishidan qo'rqib yashaydi. Zunnun aytadi. Muroqabaning alomati. Mana biz o'sha muroqaba holatiga yetdikmi? Biz muroqaba martabasiga yetdikmi? U kishi aytadi, muroqabaning 3 ta belgisi bor deydi. Qarang, nechtasi bor sizda? Agar shu uchalasi bor bo'lsa, siz muroqaba martabasiga yetibsiz. Mana kechagi darsimizda Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda radhiyallohu anhu sahrodagi bir cho'ponni, bir qulni sinadi. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini menga sotib yuboraver dedi. Bu qo'y sayyidimiki, men qulman. Menga pul kerak. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan desa, agar shunday desam, sayyidim ishonadi menga. Men ishonchli odamman sayyidim uchun. Lekin Allohchi dedi. Muroqabaning alomati. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal bilishing. Din, islom, taqvo, iymon eng afzal narsa deb bilsangiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, Alloh ulug' sanagan narsani siz ham ulug' sanasangiz. Uchinchisi, Alloh past, haqir sanagan narsani siz ham past deb sanasangiz. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal deb bilsangiz, Alloh ulug' sanagan narsani ulug' deb bilsangiz, Alloh past, haqir deb sanagan narsani siz ham haqir, past narsa deb biladigan bo'lsangiz, demak siz muroqaba martabasida ekansiz. Ya'ni o'zingizni qarang, nafsingizni kuzating. O'lchov tushunchalaringiz, qadriyatlaringiz, tasavvurlaringiz kitob va sunnatga muvofiqmi, yo'qmi? Agar biz ham Alloh past sanagan narsani past sanab, ulug' sanagan narsani ulug' sanayotgan bo'lsak, demak biz mana shu martabaga yaqinlashibmiz. Mana qaranglar-da prinsiplarda. Agar biz Alloh aziz sanagan narsani aziz deb bilmasak, Alloh xor deb bilgan narsani xor deb bilmasak, demak bizni prinsiplarimiz hali johil ekan, qilayotgan amallarimizning mukofotini kelishini kechikishini ko'raveraylik yoki umuman kelmasligini kutaveraylik. O'shuning uchun hech duoim ijobat bo'lmayapti ekanda. O'shuning uchun qilgan sadaqalarimning mukofotini ko'rmayapman ekanda. Birodarlar, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi Qur'onda Alloh. Ogoh bo'linglar. Allohning valilari, do'stlari bor deydi. Kim ular? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ikkita sifati. Biz hammamiz Allohning valisimiz qaysidir darajada. Birinchisi alladina amanu, iymon keltirgan, va kanu yattaqun, taqvo qilgan. Iymon alhamdulillahi robbil alamin hammamizda kalimani aytishlik bilan iymon bor. Endi undan keyingi holat taqvo. Taqvoingiz qancha yuksalsa, Allohga bo'lgan valiyligingiz shuncha ko'tarilaveradi. Allohga qancha valiyligingiz yaqin bo'lsa, duoingizni ijobati ham tezroq bo'ladi. Bergan biringizni 70 bo'lib kelishi ham tezroq bo'ladi va qilgan xatoingizni jazosi kelishi ham tezlashadi. Bu yog'i ham bor, mudomlar, bu yog'i ham bor. Chunki Allohga yaqin bo'lgan bandani Alloh yaxshi ko'radi. Gunoh qilsa, shunga qaytib yurmasin deb tezda jazo beradi, to'xtatsin deydi. Agar bizni fikrlarimiz, o'lchov tushunchalarimiz, prinsiplarimiz johiliy bo'layotgan bo'lsa, qilayotgan amallarimizning mukofoti kechikadi yoki umuman kelmaydi. Qarang tushunchani. Bir odam pijama bilan ko'chaga chiqsa, shu pijama bilan ko'chaga chiqsa, bu nima deyiladi? Bu madaniyatsizlik u deydi. Qani kultura deydi. Qoloqlik deydi. Betarbiyalik deyiladi. Bu yomon narsa deb hisoblanadi. Ammo ayol kishi zamonaviy modniy kiyimlarni kiyib, avratlarini ochib, ustiga xushbo'y atirlarni sepgan holda ko'chaga chiqsa-chi, bu taraqqiyot, madaniyat, peshqadamlik, yaxshilik deb hisoblanadi. Shunda aytyapmiz, prinsiplar tuzalish kerak edi. Odamlarni qarang. Odamlar nimalarni ulug' sanashyapti?
Alloh xor sanagan narsalarni ulug' sanab yurishibdi. Alloh ulug' sanagan narsani haqir deb bilishyapti. Ayollar avratlarini yopib yursa, yoshlar har xil tungi klublarga bormasa, ichkilik ichmasa, ular aytayotgandagi g'arb tushunchasi bilan yashamayotgan bo'lsa, bular deydi, qoloq odamlar deydi. Odamlarni qarang. Kimlar ulug' insonlar, kimlar peshqadam, ibrat bo'ladigan odamlar deyapti? Sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar, futbolistlar. Insof qilinglar. Bir odam 10 yil maktabda o'qiydi. Yana bir 10 yil universitetda o'qiydi. Yana bir 20 yil ilmiy ish bilan shug'ullanadi. Zamonasi uchun, yurti uchun katta bir ilmiy kashfiyotni qiladi. Odamlarning hayotini yengilligiga sabab bo'ladigan zo'r kashfiyotni qiladi. Birov tanimaydi ham uni. Unga beriladigan mukofot ham aytilinadigan mukofot emas. Ammo oyoq qo'lida joyida bo'lib, sal top tepishni bilgan bola bir yilda 100 million dollar daromad qiladi. Modopini menga qo'yib turib o'ylanib ko'ringlar-da. Bitta top tepishni chiroyli eplagan odam bir yilda 100 million dollar pul topishi aqlga, mantiqqa sig'adimi? Boyaga biz aytgan kashfiyotni qilgan odamlarning rakiga davo topdi. Ekologiyani bir tuzalishiga sabab bo'ladigan bir kashfiyotni qildi. Benzin yoqmayapmiz, salarka yoqmayapmiz, shunaqa bir texnologiyani o'ylab topdi. Yo'q. O'shuning uchun futbolist bo'ladi bolam deydi-da. Bitta kinoda o'ynab berish uchun 30 million dollar oladi gonorariga. Bitta kinoda o'ynab berganiga, aktyor. Aytinglar, shu aqldanmi? Insofdanmi shu? Yana bitta klipini orqasidan palonchi qo'shiqchi dedi 5 million dollar foyda ko'rdi deydi. Nima edi u? Nima edi u? O'shuni o'tirib ko'rib odamlar 5 martadan 6 martadan qaytarib ko'rib. Mana nima uchun ummatning ahvoli mana shu holatda. Ibrat, kumir, namuna bo'ladigan odamlar Imom Navaviy, Ibn Sino, Beruniy, Imom Termiziy, Burxoniddin Marg'uloniylar emasda, qo'shiqchilar, aktyorlar, sportsmenlar. O'sha sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar Allohning nazdida qadri qancha edi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q-a? Qoidamiz qanaqa edi? Agar Alloh haqir sanagan narsani ulug' deb bilayotgan bo'lsak, Alloh ulug' degan narsani haqir, past deb bilayotgan bo'lsak, bizi hali o'lchov tushunchalarimiz johil ekan. Shunaqa o'lchov tushuncha bilan yashab qilayotgan ibodatlarimizning mukofotini kechikishini yoki umuman kelmasligini ko'rib, shunga tayyor turaverdik. Havas qilinadi shunga o'xshagan odamlar. Falonchi deydi, shayxni deydi, Arabistondagi shayxni garajida 300 ta qimmat mashinasi bor ekan deydi. Ammo ana shu shayxni moncha masjid qurib beribdi deganini gapirmaydi birov. Qilgan bo'lsa ham. Yoki Afrikada faloncha bir qabilaga 10 ta quduq kavlab beribdi degan gapi yo'q. Uni gapirmaydi, reklama qilmaydi. Falon shifoxonaga moncha million dollar infoq qildi, falonchaga kasal bo'lganlarga mana obordoniy olib berib degan gapi yo'q. Muhimi, ana shularning qo'lida katta dunyo bor. Agar qo'lida dunyosi katta bo'lsa-la, u zo'r bo'lsa, Alloh azza va jalla kofirga bir tomchi ham bermasdi bu dunyodan. Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma boyligi bilan Allohning nazdida chivinning qoratishalik qadri bo'lganida, mana shu dunyoning boyligidan kofirlarga bir qush, bir tomchi suv ichganchaligini ham bermasdi deydi. Zo'rda qara, mashinasini qara, 1 million dollar turadi mashinasi. Qarama, qo'ldagi soatni moncha dollarga oldi deydi. Har kuni restoranda o'tirar ekan. Soqol ma'dan masjidda namoz o'qiydi, zikr aytadi, lekin qalbi qayerda? Sen birodar o'zingga qara, ahvolingga qara. O'lchov tushunchang qanaqa? Qadriyatlaring qanaqa? O'y, hayollaring kitob va sunnatga muvofiq keladimi, yo'qmi? Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar: "Tuba liman wasi'athu sunnatu va lam tastahwihi al-bid'atu." Sunnat uni qamragan
va bid'at unga ta'sir qilmagan kimsaga tavbo bo'lsin. Ya'ni sunnat bilan yashayotgan va bid'atdan uzoq bo'lgan odamga tavbo jannati bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ibrohim al-Xavvos aytadi, muroqaba insonning botini ham, zohiri ham, siri ham, oshkorasi ham Alloh uchun xolis bo'lishligi. Yana aytiladi. Bu yo'lda inson qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa nafsini hisobga tortib turishi, o'zini nazorat qilishi, amallarini shariat hukmiga muvofiq amalga oshirishidir. Nafsingizni kuzating, keyin hisob kitob qiling. Masalan, imtihon bo'lsa, bir talabani kuzatamiz, shpargalka qilyapti, xullas hiyla naring qilyapti, unga baho qo'yamiz. 2. Kuzatdik va baho qo'ydik. Agar banda o'zini nafsini kuzatsa, muroqaba qilsa, keyin hisob kitob qilsa va mana shu holati davomiy bo'lsa, qilayotgan amallarini shariatga muvofiq bo'lishiga yetib boradi. Kuzatdi, hisob kitob qildi, shu bilan shariatga muvofiq bo'lib qoldi. Siz yaxshi bir ustasiz yo bir yaxshi bir voizsiz. Qo'yingki, siz atrofingizda odamlar jamlanishdi. Bunga g'ururlanmaslik kerak, aldanmaslik kerak. Chunki ular sizni zohiringizga ko'rib turishibdi-da. Sizni qalbingizni kim ko'rib turibdi? Sizni odamlar yaxshi deb o'ylab atrofingizga yig'ilishyapti. Lekin sizni ichingizda nimalar o'tayotganligini ular bilmaydi-da. Siz aqlli, xushyor odamsiz albatta. O'zingizni odamlarga solih inson qilib ko'rsata olasiz. Ammo al-Vahid dayyan bo'lgan, ar-Raqib bo'lgan Alloh sizni qalbingizni ham kuzatib turadi. Shuning uchun ertaga Allohning huzuriga borganimizda Alloh bizni hisob kitob qilishidan avval o'zimiz shu dunyoda hisob kitob qilib turishimiz kerak. Hammamiz bitta narsani so'raymiz. Parvardigor, o'zing saqlagin. Balo qazodan, musibatlardan, kasalliklardan, tuhmatdan qo'yingki panoh tilaymiz. Alloh meni saqla deymiz. Lekin birodarlar, ulamolar aytadi, Alloh sizni saqlashini shartlari bor. Shu shart sizda bo'lsa, Alloh sizni saqlaydi. Nima u shart? Ulamolar ittifoq qilishgan narsa shuki, banda Allohning kuzatib turishini esdan chiqarmasa, o'y xayolida Allohning muroqabasi doim tursa, Alloh uni saqlaydi. Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqarmaysiz. Doim kallangizda Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringiz bo'ladi. Shunday bo'lsangiz doim Alloh sizni saqlaydi. Zohiringizni ham, botiningizni ham. Allohning go'zal ismlari bor, qarang. Al-Hafiz, saqlab qo'yuvchi. Ar-Raqib, kuzatib turuvchi. Al-Alim, o'ta biluvchi. As-Sami', o'ta eshituvchi. Al-Basir, o'ta ko'ruvchi. Mana shu 5 ta ismi hammasi muroqabani ma'nosini ifodalaydi. Gapirsangiz o'ta eshitadi. Harakatlansangiz ko'radi. Bir narsani o'ylasangiz uni ham biladi. Uyingizdan chiqsangiz kuzatib turadi. Bir amalda qilsangiz yozib saqlab qo'yadi. Xullas, hamma narsang Allohning huzuridagi bitta sahifa yozib qo'yilgan. Sen birodar doimiy suratda muroqabadasan, kuzatuvdasan. Bugungi darsimizning xulosasi, Alloh haqir sanagan narsani aziz bilayotgan bo'lsangiz, Alloh aziz degan narsani haqir sanayotgan bo'lsangiz, sizni hali tushunchalaringiz johil ekan, qilayotgan amallaringiz mukofotini kechikishini kuting yoki umuman kelmasligini kuting. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Robbimiz subhanahu va taoloni kuzatib turuvchi ekanligi, ar-Raqib ekanligi haqida dars qilyapmiz. Muroqaba martabasi haqida. Alloh azza va jalla
faqatgina kuzatib turmaydi. Bandani qilgan ishini kuzatib turib, keyin mukofot ham beradi, jazo ham beradi. Sulton mansabdor odam, podshoh ishingizni kuzatib turadi, odam qo'yib qo'ygan kuzatib turdi. Xatolaringizni, qonunni buzayotganligingizni yozib, chizib, papkaga joylab degandek to'plab turadi. U bitta ish, endi keyin jazolaydi ham. Alloh taolo bandani kuzatib, uni qilgan ishi uchun jazolanmoqchi bo'lganida, uni jazosidan, uni iqobidan hech kim qochib qutula olmaydi. Astagfirullah. Inna robbaka labil mirsod. Shak shubhasiz Parvardigoringiz barcha narsani kuzatib turguvchidir. Kuzatib ham turadi, keyin jazolaydi ham. Od qavmini Alloh taolo kuzatdi, keyin nima bo'ldi? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Ey Muhammad alayhisalom, Parvardigoringiz Od qabilasini qanday halokatga duchor qilganini ko'rmadingizmi? Kuzatadi, jazo beradi. Uyingizga 5-kursda o'qiydigan o'rtog'ingiz, do'stingiz, student mehmon bo'lib keldi. Tasavvur qiling. Peshqadam talabalardan u bilan o'tirib gaplashib, suhbatlashib o'tiruvdingiz. Uni orqasidan mana shu student o'qiydigan universitetni professori kirib keldi. Yoki ana shu jamiyaning rektori kirib keldi. Olim odam, jamiyatda martabasi baland, hurmati baland. Haligi studentni qo'yib, professor bilan, rektor bilan ovora bo'lib ketasiz. Salomlashasiz, tabassum qilasiz, choy qilib uzatasiz. Xullas, diqqat e'tiboringiz mana shu rektorga qarab qoladi. U rektorning kelganligi uyingizga kelgan student o'rtog'ingizni esdan chiqargizib qo'ydi. Keyingi kelgan odam avvalgi kelgan odammi? Keyingi kelgan mehmon avvalgisini unuttirib qo'ydi. Ya'ni bitta narsa ikkinchi narsani unuttirib qo'ydi. Bir narsa boshqa narsani unuttirib qo'ydi. Shuning uchun siz musulmon sifatida tijoratingiz, do'koningiz, ulfatingiz, kayf safoyingiz, xullas qaysidir narsalaringiz sizni Alloh kuzatib turganligidan unuttirib qo'ygan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Qaytaramiz. Tijoratingiz, ulfatlaringiz, kayf safoyingiz, huzur halovatingiz, hobbilaringiz Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqargizib qo'ydimi? Bu juda ham xatarli holat. Haqiqiy muroqabaning belgisi. Sen uchun ulug', muhim bo'lgan har qanday narsa Alloh seni kuzatib turganini esingdan chiqarib yubormasligi sening muroqabangni haqiqiy ekaniga dalil bo'ladi. Namozni har qanday holatda o'qiysan. Ro'zani har qanaqa sharoitda tutasan. Kunlik zikrlaring bor, seni hech narsa undan chalg'itmaydi. Shuningdek, har qanday muhim ish sizni unuttirib qo'ymayaptimi? Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringiz yo'q qilib qo'ymayaptimi? Demak, sizning muroqabangiz haqiqiy muroqaba ekan. Shuning uchun ham Allohning ahllari, Allohga yaqin bo'lib qolgan bandalar, sodiq mo'minlarning zehnlaridan Alloh bizni kuzatib turibdi degan shuur hech qachon ko'tarilmaydi. Allohning ulug'lashlari ularni qalblarini boshqa narsalar bilan ovora bo'lishdan to'sib turadi. Agar qalb chinakamiga Allohni ulug'lash bilan band bo'lsa, uning bu bandligi uni boshqa narsalarga parvo qilmaslikka yetaklaydi. Endi agar bir banda Alloh meni kuzatib turibdi degan muroqaba shuuri haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsalarga parvo qilmaydi. Anchadan beri bir katta muammoingizni hal qila olmay turibsiz, katta muammo bor. U muammoni hal qilmasangiz, katta mablag'ga kuyib ketasiz. Endi ro'parangizda ana shu muammoingizni hal qilishi mumkin bo'lgan o'tiribdi. Martabasi, mansabi, hurmati baland bo'lgan odam. Uni oldida o'tirar ekansiz, qanaqa o'tirasiz? Odob bilan o'tirasiz, axloqingizni go'zal qilasiz, ortiqcha gapirmaysiz, tasbihingizni tiqir qilib o'tirmaysiz, achchig'ini keltirib qo'ymay. Mendan xafa bo'lib qolmasin. Nima uchun bunchalar e'tiboringa? Chunki bu odam sizning muammoingizni hal qilib berishlikka nimasi bor? Imkoni bor-da. Sizga foydasi tegishi mumkin. Uni kimligini bildik,
bizga qanaqa foyda keltirishi mumkinligini bilganimizdan keyin uni ko'nglini ovlashga shu darajada bir kirishamizki, boshqa hech narsa ko'zimizga ko'rinmaydi. Demak, muroqaba manzilatiga yetgan odamni biron narsa ibodatidan chalg'ita olmaydi. Hali aeroportda qarasanglar, gazetani solib yoki kurtkasini tashlab olib namoz o'qiyotgan odamni ko'rasiz. Yomon maza qilasiz-da. Pasadga e'lon qildi. O'tirib tunaqa pasad ishini dirjit etib o'tkazyapti samolyotga. U nima qiladi? Shunday masalan kurtkasini tashlaydi, namoz o'qiydi. Demak, uni qalbida muroqaba hissi bor. U muroqaba manzilatiga yetgan. Namozni har qanaqa holatda o'qiydi. Demak, muroqabaning lavozimlaridan Allohni ulug'lashlik bilan band bo'lib, boshqa narsalarga parvo qilmaslik. Mana shu muroqabaning lavozimlarining birinchisi, ikkinchi lavozimi Alloh tarafiga qarab yurish va ana shu sayrda davomiy bo'lish. Munofiqni ko'rmaysizmi? Katta gunohni qilib qo'yib, ustiga pasha qo'nganchalik ham bir xavotir olmaydi. Endi mo'minchi? Mo'min pashadek kichkina qilib qo'ygan gunohini shuni kasofati boshimga kelib uram ekan deb qo'rqib turadi. O'lchov. Nozik o'lchov. Mana shu o'lchovga solib keraklik o'zimizni. Allohning nazdidagi martabang yuksalgani sari, Allohning nazdida martabang yuksalgani sari qilgan kichkinagina gunohing ham ko'zingga tog' deb bo'lib ko'rinadi. Allohning nazdida qadring pasaygani sari qilgan katta tog'dek gunohing ham ko'zingga arzimas bo'lib ko'rinadi. Nima bo'pti deydi? Nima tavba qilyapti deydi. Mana endi shundan bilavering, sizni Alloh qadrlayaptimi, qadrlamayaptimi? Kichkina qilib qo'ygan gunohingiz bezovta qilyaptimi? Katta qilib qo'ygan gunohingiz sizga umuman bir ta'siri bo'lmayaptimi? Shundan bilavering. Qilgan gunohingizdan qanaqa ta'sirlanyapsiz? Mana shu haqiqiy o'lchov bo'ladi. Fosiq odam katta gunoh bo'lgan bir so'zni aytadi-da, xotirjam qilaveradi. Hech narsa bo'lmagandek. Endi mo'minchi? Shunga o'xshagan so'z tilidan chiqib ketsa, jahl ustida, bilmasdan, achchiqdan aytib olsa, istirobga tushadi, siqiladi, o'ylanadi, pushaymon yeydi. Xuddi osmondan qulagan odamdek o'zini his qiladi. Yana qaytaramiz. Qadrimiz ko'tarilgani sari Allohga kichkina gunoh ham bizni bezovta qiladigan bo'lib qoladi. Allohning nazdida qadrimiz tushgani sari katta gunohni qilib qo'yib ham spokойно turaveramiz. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekaningni kuzatib turganini his qilishing, Alloh sen bilan birga ekanini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning hech bir boshqa ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Yana bir marta o'qib beraman. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekanligingni kuzatib turganini his qilishing, Alloh sen bilan birga ekanligini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning boshqa hech bir ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Dunyoni hammasini qo'lga kiritgan odamlardan so'ra. Eng hashamatli maskanda yashaydi. Eng shirin lazzatli taomlarni yeydi. Tabiatda eng go'zal manzaralarda turadi. Ko'ngli istagan narsani qilgan. Dunyoni hamma kengchiligiga erishadi. Dunyoni maishatiga ko'milib yashagan odamlar agar ular Allohni tanishganida, Allohga yaqin bo'lishlikni halovatini totib ko'rishganida aytishardiki, Allohga qasam, dunyoni shuncha lazzati va huzur halovati Allohga iqbol qilishning bir lahzasiga ham teng bo'la olmaydi deyishgan bo'lardi. Biz nimaga dunyomizni zo'r deyapmiz? Mashinam yangi, uyim chiroyli, xotinim chiroyli, o'g'lim bor, qizim bor, hayotim zo'r, shikarli deb nimaga bunaqa deyapmiz? Chunki jannat ko'rmadingda hali. Jannatga kirganimizdan keyin bu dunyo hech narsa emasligini ko'rib qolamiz. Endi dunyoda turib ham hamma kayf safo huzur halovatda yashayotgan odam Allohni tanimay yashayotgan bo'lsa va unga Allohga yaqin bo'lish, Allohni tanishlik degan narsani toptirib qo'ysangiz, mana onasiga parvo qilmay qo'yadi. Ma'qulmi?
O'shuning uchun o'zini osib o'ldiryapti-da g'arbdagilar. Suitsidning eng kattasi o'sha g'arbda. Amerikada, Yevropada, o'sha Shvetsiya, Skandinaviya o'lkalarida. Bo'lmasam, mana shu dunyoviy hayoti, maishati zo'r. Nimaga o'zini osib o'ldiryapti? Nimaga hayotdan to'ygan? Chunki bu dunyo matohi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha zo'r bo'lsin, malollantiradi, zeriktiradi. Dunyoning hech qaysi matohi senga doimiy saodat shuurini bermaydi. Qaytaramiz. Dunyoning hech qaysi matohi, go'zalligi doimiy qalbingizda xotirjamlikni, saodatni bermaydi. Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? Bu nevajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizdagizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz. Uy oldingiz, uyingiz yo'q edi. Bu juda katta narsa erkak kishi uchun, o'g'il bolaga. O'zimni uyim endi deysiz, cholda bordir, tomoq eshig'idir, zato o'zingiz uyingiz. Rosa xursand bo'lasiz. Qancha? Aytingchi, dunyoni qaysi matohi sizni doim qalbingizga mana shu xursandchilik, saodat, baxt shuurini beradi? Hech qaysisi. Ana shu biz aytayotgan dunyoni hamma xayriyatiga ega bo'lgan odamlar Allohni tanimasdan, Allohga yaqin bo'lishligini mazasini bir marta totib ko'rishsa, nima deyishar edi? Allohga qasam, dunyoni ichidagi shuncha lazzatli huzur halovati Allohga yaqin bo'lishni bir sekundiga ham teng bo'lmas ekan deyishardi. Agar mo'min, chinakam mo'min, Allohga yaqin bo'lgan, iymonda halovatini totib ko'rgan mo'min aytsa, yer yuzida mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q desa, qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Bundan ko'ra baxtliroq odam bor, agar u odam bundan ham taqvoliroq bo'lsa. Yer yuzida agar u mendan taqvoliroq bo'lmasa, mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q deb qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Birodarlar, dunyodagi eng go'zal narsalarga erishgan odam, eng afzal narsalarni qo'lga kiritgan inson, ko'ngli istagan narsaga qo'li yetadigan odam, agar Allohni tanimagan bo'lsa, Allohga yaqin bo'lishligini halovatini totib ko'rmagan bo'lsa, bu banda hech narsani totib ko'rmabdi. Nima uchun? Bu dunyoning go'zal narsalari. Ularga Alloh taolo go'zallikdan bir nasiba bergan. Ana shu nasiba tufayli ular go'zal. Bitta ulush, bir qismi go'zallikni. Endi go'zallikni asli bo'lgan Alloh taoloni o'zini tanisangizchi. Go'zallikni asli kim? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz. Ey, ukalar, yoshlar, o'ylamanglar. Agar men Allohni tanisam, Allohni topib, unga yaqin bo'lsam, bu dunyoni xayriyatlardan mahrum bo'lib qolaman ekan deb o'ylamanglar. Agar Allohni topsangiz, unga yaqin bo'lishlikning huzurini qanaqa ekanligini bilib totib ko'rsangiz, bu dunyoni matohi siz uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Faqat Alloh deb yashaysiz, o'shunda siz intilib yetib topa olmayotgan dunyoni matohini Alloh oyog'ingiz tagiga sochib qo'yadi. Bu Allohning va'dasi. Kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, dedilar Rasululloh, Allohni rozi qilish g'amiga, qolgan g'amlarga Alloh kifoya qiladi deydi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, dedilar Rasululloh, Alloh unga tark qilgandan yaxshirog'ini beradi dedilar. Shuning uchun ukalar, o'ylamanglar. Allohni tanisam, taqvoga yursam, Allohga yaqin bo'lsam, dunyoni matohidan mahrum bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Bizni ko'zimizga bu dunyo chiroyli ko'rinyapti. Bu dunyoni matohi ko'zimizga chiroyli, ajib ko'rinyapti. Sababi Allohga yaqin bo'lishlikni nimaligini bilmaymiz-da biz. Biz jannatni ko'rmagan, unga kirmaganligimiz uchun dunyodagi hayotimizni zo'r deb o'ylayapmiz. Onaning qonidagi bola agar aql bersa chiqmaydi. Nima qilaman deydi. Issiq joy, yumshoq joy. Oziqam kelib turibdi kindigimdan. Hech qanaqa ham tashvishim yo'q. Nima qilaman chiqib deydi. Chiqishlikni xohlamaydi, lekin majbur chiqarishadi. O'ldim deb chiqsa, u ichidagi ikkita narsadan ko'ra ko'proq narsa bor ekan. Toza havo, kenglik, yorug'lik, yeydigan narsa ming xil. Zo'r ekan bu yoq deydi.
Xuddi shunga o'xshagandek dunyoda yashayotganida qabrga kir desa kirmaydi yana. Chunki hayotim zo'r deb o'ylaydi. Lekin majbur kirgizishadi qabrga yana undan so'ramasdan. Kirgandan keyin Alloh taolo mu'minga jannatdagi joyini ko'rsatib qo'yadi. Ana shu qabrini, lahadini o'ng tomonidan darcha ochib qo'yiladi. Mana seni bo'ladigan jannating deydi. Deganda Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qilgin deydi. Jannatni ko'rmagan, unga kirmagan odam bolasi mana shu dunyo uyini, dunyodagi uyini, mashinasini nima deb o'ylaydi? Eng zo'r narsa deb o'ylaydi. Ammo jannatga kirgandan keyin, jannatni ko'zi bilan ko'rib, ne'matlarni totib ko'rgandan keyin dunyo hayot haqida fikr o'zgaradimi? Ba'zan Alloh taolo dengizga o'zining Al-Jamil ismi bilan namoyon bo'ladi. Dengizga tajalli qiladi. Dengizda o'zini go'zalligini namoyon qiladi. Ana shu paytda dengizni ko'rsangiz aytasiz. Kecha tunni dengizda sohilda o'tkazdim. Bu kechani hech ham unutmayman deydi. Nimaga? Osmonda to'lin oy, yoqimli to'lqinlar, mayin shamol, suvda suzasan, xushnudligini his qilasan. Suv tip-tiniq. Dengizni tubini ko'rish mumkin. Bu Allohning Al-Jamil ismi bilan dengizga namoyon bo'lishi. Endi Alloh taolo mana shu dengizga o'zining Al-Jabbar ismi bilan namoyon bo'lsa-chi, qo'rquvdan qalbimiz yorilib ketadi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Jamil ismi namoyon bo'ladi. Qarang, birga kirgan yosh bolani yuziga qarang-da. Go'zallik, tiniqlik, beg'uborlik, musaffolik. Yer yuzida bundan ko'ra go'zalroq yuz yo'q. Allohning Al-Jamil ismi namoyon bo'ldi. Yana shunday kunlar bor. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ladi u kunlarda. Bo'ronlar, vulqonlar, tsunamilar, zilzilalar. Xabarlarda aytiladiki, kecha tunda bo'lgan zilzila oqibatida 40 mingta odam uylarni tagida qolib ketdi vayronada. Tsunami natijasida butun bir shahar suv tagida qolib ketdi. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ldi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Yangi shofir bola chaqasi bilan toqqa chiqqan, tushib o'ynashdi, o'tirdi, hali motorini yoqmasdan turib, rushni tormozni tushirib yubordi. Rol burilib qolgan bir tomonga, qatib qolgan. Mashina jalliga qarab ketdi. Yumaladi, to'ntarildi, ontarildi, har tomonga urildi, dabdalasi chiqib ketdi. Buni ko'rgan odam u mashinaning ichida bironta odam tirik qolmadi deb o'ylaydi. Lekin Al-Latif bo'lgan Alloh o'zini ismini namoyon qiladi o'sha holatda. Hammasi tirik chiqadi. U yer shilingan, lekin Alloh saqladi. Allohning Al-Latif ismi namoyon bo'lishi yana bitta misol. Yosh bolani tishini tushib ketishini oling. Vaqt soati yetganda bola sezmaydi. Nerv tomirlari uziladi. Bola ovqat yeyotgan paytda og'zida bir narsa paydo bo'lib qoladi, qarasa tish tushib ketibdi. Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Muloyimlik bilan olib qo'ydi Alloh taolo. Endi eng zo'r mohir stomatolog, tish doktori uni tishini olib tashlamoqchi bo'lsa, shunaqa bo'ladimi? Eng kamida ukolni sayganda jon achishadi. Demak, Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Og'irligi 100 ming tonnalik kemalarni suv ko'tarib turadi. Mushtdek tosh tashlasa shoppa-tub cho'kib ketadi. 50-100 tonnalik samolyotlarni havo ko'taradi. Havo ko'taradi shu samolyotni, lekin shu havoni ichida yurar ekanmiz, bizga og'iri yo'q. Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Muroqabaning samaralari, agar sen birodar muroqabada ekaningni, Alloh seni kuzatib turganini his qilsang, uning amrida mustaqim bo'lasan, mahluqotlarga faqat yaxshilik qilasan va uning o'ziga iqbol qilasan. Shunda sen dunyoning hech bir narsasidan topa olmaydigan lazzatni topasan. Avval olib maza qilgan bo'lsang, berib turib shunaqa maza qilasanki, voy bu berish olishdan ham mazaliroq ekan deysan. Muroqaba birodarlar, Alloh taolo sizni kuzatib turishligini bilishingiz va mana shu shuurni doim yodingizda ushlab turishligingiz.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Eng shirin taomni yeb, sara liboslarni kiyib, eng afzal mashinalarni minib, hashamatli uylarda istiqomat qilayotgan, dunyodagi muvaffaqiyatni cho'qqisiga yetgan qavmning oliylari. Agar bular Allohni tanib, Allohga iqbol qilsa, Allohga yaqin bo'lishlik rohatini, huzurini totib ko'rsa, avvalgi huzurlar bilan keyingi huzurni taqqoslab bo'lmasligini bilishar edi. Aytishardiki, vallohi Allohni tanishlik halovatini oldida boshqa narsa halovat emas ekan. Bir musulmon bo'lmagan sayohatchi odam musulmon davlatlarning birini qishlog'iga kelibdi-da, o'sha qishloqni qabristoniga kirib, bir narsani ko'rib aqli uchibdi. Ana shu qabrlarning ko'pida shunday yozib qo'yilibdi. 4 yil umr ko'rdi. 6 yil yashadi. 16 ga kirdi. Odatda vafot etganlarning aksariyatining yoshi 40, 50, 60, 80 yoshning ustida bo'ladi. Lekin bu yerda qarasangiz, ko'pchiligi 20 ga yetmagan. 4 yil umr ko'rdi, 6 yil yashadi, 17 yil umr ko'rdi. Ajib. Avvaliga tushunmadi. Lekin keyin buni sababini bildi, hikmatini. U qishloq ahlining ajib bir odati bor ekan. Ular insonning umr tarixini Allohni tanigan kunidan boshlab hisoblashar ekan. Ya'ni Allohni tanidi, bugundan insofga keldi, ibodatga qaytdi, haromiyatdan tiyildi, shu kundan boshlab umr hisoblar ekan. Shuning uchun bitta odam 4 ga kirib o'ldi desa, Allohni tanigandan keyin taqvoda, ibodatda 4 yil yashadi degan ekan. Biroq 17 ga kirib o'ldi desa, haqqa qaytib, iymon yo'liga yurgandan keyin 17 yil umr ko'rdi. 15 yil umr ko'rdi. 30 yil umr ko'rdi. Allohni tanigandan keyingi yashagan hayotini ular haqiqiy hayot deb bilishar ekan. Allohni taniganida banda ma'siyat bilan, johillik bilan o'tgan umriga qattiq pushaymon yedi, qalbi parchalanib ketadi. Nimaga shuncha umrimni bekor o'tkazdim? Ammo Allohni tanigan, Alloh uni doim kuzatib turishini bilgan, muroqaba manzilatiga yetgan banda doim saodatli. Qalbida osoyishtalik, ko'nglida xotirjamlik, ko'zida doim quvonch. Bunga teng narsa bo'lmaydi dunyoda. Bu jannat ahlining holati. Mana shu holatga yetgan, mana shu maqomga yetgan oriflardan biri aytgan ekan, agar jannat ahlini ham holati mana shu bizkidaqa holat bo'lsa, demak ularning ham holati yaxshi holat ekan deb qo'yarkan. Tushunyapsizmi? Dunyoda turib jannatiylar his qiladigan shuurni aytayapti. Agar bizni qalbimizni holatidaqa huzur, halovat, xotirjamlik jannatiylarda bo'lsa, jannatga kirganlar, demak ularning ham hayoti pokiza ekan deydi. Mana shu yerda payg'ambarimiz bir hadisni eslaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shu kibor sahobalardan 10 tasini ismini aytib, ularni jannatda ekanligini xabarini berganlar. Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna. Biz bu hadisni nima deb tushunamiz? Ya'ni biz shunaqa deb tushunamizki, mana shu sahobalar vafot etgandan keyin aniq jannatiy. Rasulullohdan shu bashoratni tirikligida eshitishdi. Shular jannatga kiradi. Biz ular vafot etgandan keyin jannatga kiradi deb tushunamiz. Lekin Allohni tanigan oriflar aytar ekan, Abu Bakr Siddiq shu dunyoni o'zida jannatda turibdi deb tushunishgan ekan. Tushunarlimi? Aytdi-ku, hozir oriflar aytayapti. Agar jannat ahli ham bizni qalbimizdagi xotirjamlik ularda ham bo'lsa, bizdagi sakinat, bizdagi ko'zni quvonchi ularda ham bo'lsa, demak ularda ham holati yaxshi ekan. Demak inson muroqaba darajasiga, muroqaba manzilatiga yetsa, Alloh uni kuzatib turganini, Alloh uni yaxshi ko'rganini, Alloh uni rioyasiga olganligini his qilsa, mana shu dunyoni o'zi uchun jannat bo'lib qolar ekan. Biz aytamiz,
Allohning toatida ijtihod ko'rsat. Allohga yaqin bo'lishlikka g'ayratli bo'l. Allohning qullari, bandalarning xizmatida tur. Vaqtingni sarfla, kuch-quvvatingni, oyoq-qo'lingni, hatto ahlingni ham, oilangni ham Allohning dinini xizmatiga sol. Borlig'ing Allohning rizosi xizmatida tursin. Shunda Alloh senga o'ziga yaqin bo'lishlik saodatini beradi. Mana shu paytda Alloh taolo qalbingga tajalli qiladi. Qalbingga tajalli qilgandan keyin sakinatni beradi. Ana shu holatda sen jannatiylarning totigan narsasidan bir narsani totib ko'rasan. Tamomiy sakinat, tamomiy xotirjamlik. Maktabni bitirding, oradan 20 yil, 30 yil o'tdi. Ana shu sinfdoshlaringdan bittasini oradan 30-40 yil o'tgandan keyin ko'rishib qolding. O'tirib gaplashding, hol-ahvol so'rading, u yoqdan bu yoqdan degandek. 1 soatlik suhbatdan keyin hayotda bu odamning qiylanganligini bilding. Qalbida xotirjamligi yo'q, yo'lini yo'qotgan, adashgan, hamma narsadan qo'rqib, xavotir bilan yashayotganini tushunding. Hayoti og'ir. Chunki Allohdan uzoq u. Endi haqiqiy mo'minchi? U bilan o'tirsang-chi, uni ham hayotini nima ekanligini ko'rasan. U haqiqiy mo'min. Biladi. Nimani biladi? Alloh uni yaxshi ko'rishini. U biladi. Nimani? Alloh o'zini rioyasida saqlashini. U biladi. Nimani? Alloh meni tashlab qo'ymaydi o'z holimga deydi. Mana shu narsaga iymoni komil bo'lganligi uchun ma'naviyati ham oliy. Hech narsadan qo'rqmaydi. Allohga tavakkal qiladi. Har qancha atrofida vahimali voqea, hodisalar bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Allohni aytgani bo'ladi deydi. Allohdan uzoq odamlar aytadiki, rak kasali ko'payib ketdi. Shuning uchun har yili deydi, bir marta deydi, rakka analiz topshirib turish kerak. Qo'rqadi. Vaholanki rakda asari ham yo'q, saratonda. Mana shu odam Allohni tanimaydigan odam. 80 yil sog'lom yashasa ham 80 yil qo'rquv bilan yashaydi. Qo'rqib yashayaptimi? Demak, shu qo'rquv uni tugatadi. Nima uchun qo'rqyapti? Allohni tanimaydi-da. Kim aytgani bo'ladi? Birodarlar, bizda, sizda mana shu iymon borligi uchun Allohni aytgani bo'ladi degan narsa shunaqa katta boylikki, uni biz bilmaymiz boyligini, chunki borda bizda. Endi o'sha narsasi yo'q bo'lgan odamlar sal narsaga nima qilaveradi? Qo'rquv vahimaga tushaveradi. Aytiladi, anta min xavfil maradi fi maradin. Sen kasal bo'lib qolishlik qo'rquvi sababidan doim kasalsan. O'zi sog', lekin kasal bo'lib qolishlik g'ami bilan, qo'rquv bilan doim kasal. Allohni unutgan dunyo ahllari, ular Allohdan uzoq bo'lib olishdi. Shuning uchun doim qo'rquvda yashashadi bular. Falon kasal ko'payib ketibdi, falon virus tarqalibdi, infarkt insult ko'payibdi, dollar kursi o'ynamish, qish sovuq kelarmish, yoz issiq kelarmish, narx-navo ko'tarilib ketarmish, uxlamaydi, siqiladi, o'ylanadi, reja tuzadi. Odam qachon shunaqa holatga tushadi? Allohdan uzoqlashganida. Endi mo'minni qara xotirjamligini. Agar safarga chiqib ketayotgan bo'lsa aytadiki, "Ey Robbim, sen safarda menga hamrohsan, ahlim, oilam, molim va farzandlarim ustida o'zing xalifa boshliqsan. O'zingga topshirdim" deydi, xotirjam ketadi. Bolasini safarga jo'natayotgan ota, ona nima deydi? "Bolam Allohga omonatsan" deydi. Bo'ldi. Agar Alloh bilan birga bo'lsang, Robbing senga xotirjamlik beradi. Fa innaka bi ayunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz, ya'ni hifz-i himoyatimizda. Agar Alloh bir bandani o'zini rioyasiga olsa-chi, panohiga olsa-chi, bu banda hech qachon xor bo'lmaydi. Ikki dunyoda ham. Alloh bunaqa bandasini tashab qo'ymaydi, zoya qilmaydi. Shunday va'da bergan. Allohning va'dasi bajarilmay qolishidan ko'ra, bu osmoniy yerlar vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq. Og'ir bo'lsa ham aytishimiz kerak bo'lgan bir haqiqat bor. Agar sen banda hayotingda osoyishtalik topolmayotgan bo'lsang, qalbingda sakinat yo'q bo'lsa, rizqingda baraka topilmayotgan bo'lsa,
Bu holat uchun faqat o'zingni aybla. Iymoning, amaligini bir qator ko'rib chiq. Agar namozlaring shakli bo'lsa, tilovatlaring shakli bo'lsa, namozingda yoki tilovatingda biror marta qalbing yumshab, ko'zing yoshlanmagan bo'lsa, Allohga bo'lgan muhabbat sababli biror marta qalbing iztirobga tushmagan bo'lsa, Allohdan bo'lgan qo'rquv tufayli etlaring titrab jimramagan bo'lsa, o'zingni Alloh uchun qadrli ekanligini his qilmagan bo'lsang, ibodat amallaring faqatgina shakli bo'lsa, biz aytayotgan sakinatni qayerdan topmoqchisan? Qanday qilib senda xotirjamlik bo'lsin? Bular yo'qmi? Ha, yo'q. Buning uchun faqat o'zingni ma'lumot qil. Iymon va amallaring ko'rib chiq. Chunki iymonning halovati bo'ladi. Agar banda o'sha halovatni totib ko'rmagan bo'lsa, orqasiga bir qarab qo'yish kerak. O'zini bir qator tekshirib qo'yish kerak. U nurni qo'lga kiritish kerak bo'ladi. Mo'minlarning qalbida halovat bo'ladi iymon tufayli. Mo'minlarning qalbida nur bo'ladi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzurna naqtabis min nurikum." U kunda, qiyomat kunida, munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringlardan ozgina foydalanaylik deyshadi. Ularga ortinglarga qaytib nur istayveringlar deyiladi. Ana birodarlar, mo'min odamning qalbida xotirjamlik, nur bo'ladi, iymon sababli. Payg'ambarimiz aytadilar: "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan" sallallohu alayhi vasallam. Iymon ta'mini totib ko'ribdi. Kim? Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni payg'ambar deb rozi bo'lgan kimsa. Agar Allohni Robbim deb rozi bo'lgan bo'lsangiz, chin dildan, islomni dinim deb qabul qilgan bo'lsangiz, chin dildan, Muhammad alayhisalom mening payg'ambarim deb chin dildan rozi bo'lgan bo'lsangiz, siz iymonni ta'mini totib ko'ribsiz. Tasavvur qiling, holvani chaynadingiz, shirin, orqasidan sholg'omni chaynadingiz. Ta'mi bir xilmi? Bu kalimani aytgandan keyin ham, ibodatlarni qilgandan keyin ham bir narsani his qilmayapsizmi? Demak, muammo sizda. Agar hali ham iymonni ta'mini totib ko'rmagan bo'lsangiz, sizning kamchiligingiz, o'zingizni tekshiring. Qayerda nuqson bor? Qayerda kibr bor? Qayerda shirk bor? Qaysi o'rinda dunyoga oshiqcha muhabbat bor? Kuzating, qidiring, izlang. Yaqinlikni his qilmadingizmi? Muhabbatni his qilmadingizmi? Yuksalishni his qilmadingizmi? Saodat topmadingizmi? O'zingizni ayblang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kimda mana bu 3 ta sifat bor bo'lsa, tahqiq iymonning ta'mini totib ko'ribdi. Iymonning halovatini totib ko'ribdi. Birinchisi: "Man kana Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Alloh va uning rasuli ana shu odam uchun qolgan hamma narsadan suyukliroq bo'lsa. Ikkinchisi: "Va man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza va jalla." Ikkinchi sifati, bir odamni yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsin. Undan foyda bo'lganligi uchun, qarindoshi bo'lgani uchun, millatdoshi bo'lgani uchun, urug'i bo'lgani uchun emas. Uchinchisi: "Va man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Alloh minhu kama yakrahu an yulqa fin nar." Kufrga qaytishni, Alloh uni kufrdan qutqargandan keyin yana kufrga qaytib qolishligini xuddi o'tga tushishligini yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Mana shu 3 ta sifat bo'lsa, iymonni nimaligini totib ko'rasiz. Birinchisi nima deyildi? Alloh va rasuli hamma narsadan sizga ustun bo'lish kerak. Otangizdan ham, enangizdan ham agar qarshi bo'lsa Allohga. Tijoratingizdan ham katta bo'lsa ham. Ahmad iymonida sodiq, amallarda doim bo'lgan multazim bir musulmon inson. Uni bir boy, badavlat do'sti bor. Ammo u do'sti boy bo'lgani bilan osiy, fosiq, ma'siyat ichida.
Endi Ahmad o'zi dinda taqvoda bo'lib turib, o'sha oshnami hayoti zo'rda deyotgan bo'lsa, shu fosiq do'stini hayotini havas qilayotgan bo'lsa, Ahmadni iymoni nolga teng. Aytildi-yu, Alloh va Rasuli hamma narsadan ustun bo'lish kerak. Agar Ahmad iymonni mazasini totib ko'rganida, u fosiqda hayotini umuman havas qilmas edi. Pulingizdan ajraysiz, kasal yetadi. Mana shu holatda sop-bosa odamni havas qilyapsiz, rasvo bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham, zo'rda buni hayoti desiz. Yoki pulingizdan ajrab turganda boy, badavlat bo'lib turgan bir munofiq odamni ko'rib havas qilyapsiz. Agar shu holatda turgan bo'lsangiz, hali siz Allohni tanimabsiz. Aniq, siz hali iymonda halovatini totib ko'rmassiz. Amallaringiz agar shunaqa bo'lsangiz, hammasi o'zingizga qaytariladi. Tushunyapsizmi? Alloh va uning rasuli u uchun hamma narsadan suyukliroq bo'lsa. Man kana Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Allohni tanigan ibodatdagi bir taqvoli musulmonning xotini palon narsani qilib berasan deb turib oldi, qaysarlik qilib. U narsalar Alloh rozi bo'ladigan narsa emas. U dedi, bu dedi nasihat qilsa ko'nmadi. Oxiri nima dedi? Ey xotin dedi. Bilib qo'y. Jannatda shunday bir hurlar borki, agar ulardan bittasi yer yuziga ko'rinsa, uning yuzining nuri oy bilan quyoshning nurini so'ndirib qo'yadi dedi. Seni deb undan voz kechganimdan ko'ra, uni deb sendan voz kechib qo'yishim osonroq dedi. Endi seni deb turib u hurlardan mahrum bo'lishni xohlamayman. Ularni kechmayman, yaxshisi seni kechib qo'yaman dedi. Haqiqiy mo'min odam iymonida sobit turadi. Chunki u uchun eng birinchi narsa qalbidagi bu Alloh va uning rasuli. Har qancha qiyinchilikka, aziyatga qolmasin, Allohga osilik qilmaydi. Shunaqa odamlar bor. Birov masxara qilib qo'ysa, qilayotgan savobli amalini chat tashlab yuboradi. Ha, bu qorixon, bu namoz o'qiydi deb turib masxara qilib qo'ysa, shat yig'ishtirib qo'yadi. Yo kitob ko'tarib darsga ketayotgan bo'lsa, ha mulla vachchada masxara qilib qo'ysa, shat tashlab yuboradi. Nima qiladi? Nima qilaman bunaqa gapni eshitib deydi-da. Tashlab yuboryaptimi? Demak, u halovatni totib ko'rgani yo'q. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Va minan nasi man ya'budulloha ala harf. Fa in asabahu khayrun itma'anna bih. Va in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Bizda yo'qmi shu narsa? Ozgina yaxshilik qildingiz, muruvvat qildingiz, bilishmadi. Yaxshiligingizni qadrlashmadi. Aksincha, sizni bir xafa qilib qo'ydi bir sassiq gapi bilan. Shart tashlab yuboryapsizmi shu ishni? Demak, Alloh uchun qilmagan ekansiz u ishni. Alloh aytadi. Odamlar orasida Allohga bir chetda, ya'ni sidq dildan emas, balki til uchida ibodat qiladigan kimsalar ham bordir. Bas agar unga yaxshilik yetsa, o'sha sababli xotirjam bo'lar. Agar biron fitna, baxtsizlik yetsa, dindan yuz o'girib ketar. U dunyo va oxiratda ziyon ko'rar, bu esa ochiq, aniq ziyondir. Ma'qulmi? Yaxshi ishni qilyotdi, odamlar qadrlashmadi, naborat ustidan kulib qo'yishdi, nima qiladi? Shart tashlab yuboradi. Ulamolardan biri aytadi. Agar qilgan savobli amaling sababli qalbingda bir halovatni topmasang, bas u qalbingni hisob qil. Savob ish qildingiz, lekin qalbingizda xursandchilik, halovat bo'lmadi. Demak, muammo bor qalbda. Nima uchun? Chunki Alloh ash-shakur bo'lgan zot. Bandasini qilgan ishiga shukr keltiradi. Agar shu qilgan ishi xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, mana shu dunyoni o'zidayoq shu ishiga Alloh taolo mukofot beradi. Ana shu mukofotning birinchi belgisi qalbingizda xursandchilik paydo bo'ladi. Berdingiz, olib ketdi. Bir muammosini hal qilib berdingiz, xursand ketdi. O'sha odamni xursand qilganingizga qalbingizda paydo bo'layotgan xursandchilik amalingiz qabul bo'lganligining alomati. Amalingiz qabul bo'lganligining alomati qalbingizdagi xursandchilik.
Masalan, katta yo'lga chiqa olmay turibdi, kichkinaroq mashina, hech kim yo'l bermayapti. Turibdi bechora, bargat qilyapti farasini. Siz shunday gazdan ag'iz olib, avalikani yoqib tormoz tepdingiz. Shart kirib oldi. Keyin 2 qadam yurgandan keyin avalikasini yoqib qo'ydi. O'sha momentdagi holatinglarni eslanglar-da. O'zingizlardan xursand bo'lganmisizlar? Biz qilgan savobli amalimiz orqasida qalbimizda xursandchilik paydo bo'layotganligi, birinchisi ixlos bilan qilganligimiz, ikkinchisi Alloh qabul qilganligini belgisi. Savob ish bor, hamma aytadi qilish kerak deb. 100 marta takrorlaydi. Mana ishda savob bor, qilsang ajr bo'ladi deydi. Savob degan so'zni ma'nosini o'zi yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Savobning ma'nosi qanaqa bo'ladi? Takrorlaymiz. Allohning go'zal ismlaridan bittasi Ash-Shakur. Ash-Shakurning ma'nosi, agar banda savobli, yaxshi amalni qilsa, Alloh mukofotlab, uni qalbiga xursandchilik, xotirjamlik va saodatni shu dunyoni o'zidayoq, shu joydayoq paydo qilib qo'yadi. Oxiratda beriladigan ajrdan avval. Savobli amal degani orqasidan mukofot keladigan amal ekan. Ha, demak biz qilgan ba'zi bir savobli degan amallarimizni mukofoti kelmayaptimi? Demak savobli bo'lmagan ekan. Riyo uchun bo'lgan ekan, xo'ja ko'rsin uchun bo'lgan ekan. Agar savobni qilib turib ham qalbingda xursandchilik paydo bo'lmayotgan bo'lsa, muammo seni o'zingda. Aniq bil, mana shu amalingda kamchilik bor yo niyatingda nuqson bor. Shuning uchun Alloh taolo senga oxiratdan avval shu dunyoni o'zida ham mukofotni bermadi. Demak, qabul qilmadi, Allohning huzuriga ko'tarilmadi. Odamlarni maqtovi deb, ularning muhabbatini ko'zlab tog'dek qilgan amaling hech qachon qalbingda xotirjamlikni, sakinatni paydo qilmaydi. Shuning uchun ixlosli mo'min bandalar savobli amalni qilishgan paytida ularning qalblari saodatga to'ladi. O'shuning uchun ular olgandan ko'ra berganda ko'proq maza qiladi. Olganda maza qilishlik hammaning qo'lidan keladi. Olganda maza qilish kofirda ham bor, mushrikda ham bor, mo'minda ham bor. Ammo berganda maza qilish faqat mo'minlarda bo'ladi. Demak, savobli amal degani mukofoti tezda qaytadigan, tezda keladigan amal bo'ladi. Mana shu his mo'minni yana ham shijoatli bo'lishga undaydi. Katta xayrli ishlarni qilayotgan odam mana shu saodatni qalbida topmasa, o'zini tekshirib ko'rishligi kerak bo'ladi. Mana shu birodarlar muroqaba bo'ladi. Muroqaba manzilati Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishing, garchi sen Allohni ko'ra olmasang ham, Alloh seni ko'rib turadi. Alloh azza va jalla savobli ishlarda xolis Alloh uchun sunnat muvofiq qilib, mukofotini shu dunyodayoq xursandchilik ko'rinishida oladigan taqvoli, muroqaba manziliga yetgan bandalardan bo'lishimizga muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.